ota-onani ko'ngli go'yoki bir boladek bo'lib qoladi. Bir akamiz aytadilar, musulmonlar idorasida ishlaydilar. Men bozorga borib bir meva bu narsa olib kelsam, endi onam juda keksayib qolgan, 80 dan oshib qolganlar. Ko'tarib kelgan narsamni bilmaydilar. İçidan olmani eng zo'ridan bittasini olaman. Anor bo'lsa anordan bittasini olaman. Shuna qilib alohida ajra onajon men sizga alohida olib keldim. Deb turib, bolam, menga bitta olib kelding. Ha, onajon, sizga olib qo'ydingizmi, xudo xolasa? Bittadan oshig'i ertaga urinib qoladi. Ertaga yana bitta olib kelaman. Majburiy o'zi kilo olib kelganman. Yo, shanisini tushunamiz. Sizga olib keldim onajon. Bir boshni yaxshisini olaman deb oldilariga olib kelib. To'g'rimi axir? Axir menga bor bozordan bitta olib keldim. Ha, bor.